Malika, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga bir qancha savollarimiz bor. Hozirgi kunda bolalarda kuzatilayotgan injiqlik, qaysarlik va virtual olamga bog'lanib qolish bularning sababi nimada deb o'ylaysiz? Judayam katta mavzuni ochdingiz. Batafsil javob berishga harakat qilaman. Buni eng katta sababi sog'lom turmush tarzini yo'qligi. Hozirgi kunda bolalarda rejim normada emasligi. Bolalar kech yotadi, kech turadi, uyqu rejimi normada emas. Ota-onalar farzandi bilan muloqot qilmaydi. Farzandi oldiga yugurib kelib biror narsani aytmoqchi bo'lganda, gaplarini aytmoqchi bo'lganda, ota-onalar farzandini diqqat bilan, sabr bilan eshitmayotgani. Mana shu narsa ham farzandini ichidagi gaplarni chiqara olmagani ham uni injiqligiga, qaysar bo'layotganiga sabab bo'lyapti. Uyqu rejimini normada qilish bu juda ham foydali, ya'ni bu yerda gormonlar yaxshi ishlaydi degani. Agar bolada uyqu rejimi normada bo'lmasa, uni gormonlarini faoliyati buzilyapti degani. Ya'ni bolada kortizol balandlashishi, buni oqibatida serotonin, dopamin gormonlarining tushib ketish holatlari kuzatiladi. Bolani sog'lom ovqatlanish rejimi. Bolalarga hozirgi holatda uyda issiq ovqat deyarli qilib berishmayapti ko'pchilik onalar. Tayyor suxomyatka narsalar, tayyor dastavkali, tayyor mahsulotli narsalarni dastavka qildirib, suxomyatka narsalarni berishyapti. Uyda issiq ovqat pishirishmayapti deyarli. Mana shu narsa ham bolalarning rivojlanishini orqada qolishiga, ulardagi qaysarlik, injiqlikka sabab bo'lyapti. Yana bitta katta sababi bolalarni gadjetlarga bog'lanib qolayotgani. Bolalarning hozirgi holatda kichkina bolalarning ham o'zining shaxsiy telefoni bor. Onani qo'lida bitta telefon, adani qo'lida bitta telefon, bolaning qo'lida ham yana bitta telefon. Hamma faqat telefonda, bola ham telefonda. Ota-ona bilan farzand o'rtasida muloqot yo'qligi. Borgan sari mana farzandingiz borgan sari telefonda o'tiraversa, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Dialog yo'q. Ayniqsa nutqi chiqmayotgan bolalarda faqat monologik holat takrorlanib, uni nutqi orqaga ketadi. Agar chiqmagan bo'lsa, umuman chiqmaydi. Mana kelyapti 5 yoshda ham hali bola gapirmayapti. Sababi nimada? Sababi 2 tillilikda, 3 tillilikda, faqat telefonda o'tirganligida. Mana shu narsa ham katta sabab bo'lyapti. Oldinlari bolalar ko'chaga chiqib o'ynashardi. Qum o'ynashardi, plashatkalarda o'ynashardi, kacheliyalar uchishardi, daraxtlarga chiqishardi, meva terishardi. Hozir unaqa holatlar yo'q. Hozir hamma bolalar telefonda. Ko'chada yursa ham telefon, metroda ham telefon, taksida ham telefon, hamma yoqda telefon. Mana shu narsa ham bolani tashqi olam bilan sotsializatsiya qilishiga, kommunikatsiya qilishiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Bu narsa kelajakda borib ota-onaga bo'lgan mehrsizlik, ota-onaga bo'lgan e'tiborsizlik holatlarigacha olib keladi. Chunki vaqtida ota-ona farzandiga mehr bermadi, e'tibor bermadi, farzandi bilan suhbatlashmadiki, demak, uni kelajakda ham xuddi shu proses kutyapti degani. Xo'p, mana farzandingizga telefon berdingiz. Telefonda nimani ko'ryapti? Soatlab nima ko'rayotganidan xabaringiz bormi? U ko'rayotgan narsa yoshiga mosmi, emasmi? Uni tarbiyasiga qanaqa darajada ta'sir qilyapti? Mana shu narsalarga ahamiyat beryapsizmi? Necha soatlab telefon ko'ryapti? Mayli telefon ko'rmasin emas, ko'rsin, kunda 20 minut ko'rsin, yarim soat ko'rsin, lekin nazoratingizda ko'rsin. Lekin soatlab telefon ko'rish, tashqi olam bilan bog'lanmaslik bu yaxshilikka olib kelmaydi. Buni oqibatida bolalarda bilish jarayonida orqada qolish, diqqat, tafakkur, idrok, xotira da orqada qolish holatlari kuzatiladi. Shundoq telefonini qo'lidan olishingiz bilan isterika, agressiya qilish, sizga nisbatan nafrat, sizga tanish holatmi? Demak, buni sababi nimada? Bolalarni tinmay, tinimsiz kun davomida kerak bo'lsa ovqatlanayotganda ham, tualetga kirganda ham, cho'milayotganda ham faqat telefon bilan yurish emasmi? Mana nimaga logopedga, defektologga muhtoj bolalar ko'payib boryapti, tinmay kelishyapti. Sababi bola tinmay mana shu telefonda o'tirgani, uni bilish jarayonlarini orqada qolayotgani, bola bilan muloqot yo'qligi, bolaga e'tiborsizlik,
hammasi mana shu narsaga borib taqalyapti. Bola bilan individual shug'ullanish yo'qligi, bolani tabiatda, ko'cha muhitida katta qilish yo'qligi, tabiiy holatda, tabiatda bola o'zi aslida rivojlanadi. Uyda shunchaki rivojlantiradigan o'yinchoqlar bilan ham rivojlantirishingiz mumkin farzandingizni, lekin tabiat Allohim yaratgan mo'jizalari orqali bola rivojlanadi. Malika, unda ota-onalarga nimani maslahat bergan bo'lardingiz? Ota-onalarga iloji boricha farzandlariga ko'proq e'tibor berishini. To'g'ri ishlaydigan ota-onalar ko'p. Farzandiga vaqt ajrata olmasligi mumkin bir kunda. Chunki uyda ham ishlari bo'ladi, oilasi, ro'zg'ori bor, bitta emas bir nechta farzandi bo'lishi mumkin. Lekin imkon darajasida eng asosiysi ishdan kelgan paytingizda farzandingiz uchun kamida 5 minut, 10 minut kerak bo'lsa, farzandingizni qanchalik darajada necha minutga yetadi sizga beradigan mehri, sizga bo'lgan sog'inchini qondirish hissi, ana o'sha hissini to'yib olgungacha farzandingizni bag'ringizga bosib, u bilan muloqot qilib, qani sizga nima gaplari bor, nimalarni asrab qo'ydi kun davomida siz uchun aytaman deb, ana o'sha narsalarni eshitib, farzandingizni tinglasangiz, qolgan paytida o'zingizni shaxsiy ishlaringizni bemalol qilishga ulgura olasiz. Agar sizga bergan ma'lumotlarimiz qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimni kuzatishda davom eting. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi mavzularda sizni bundanda qiziq va foydali ma'lumotlar kutadi.